Yoshligimda bobomning bir odatlarini yoqtirmasdim. U har doim menga hayotda qanday yashash kerakligi haqida zerikarli maslahatlarni berardi. Bu esa meni bemalol o'yinlar o'ynashimga to'g'anoqlik qilardi. Afsuski, bobomning vafotidan yillar o'tib, hayotning haqiqiy qiyinchiliklariga duch kelgan chog'imda uning so'zlari qanchalik qimmatli ekanligini anglab yeta boshladim. Men o'shanda bobomning menga nima demoqchi bo'lganlarini tushundim. Bobom deyarli 100 ga to'lgan, uzun soqollari oqargan donishmand inson edi. U quyidagi hayot saboqlarini tushunib yetishimni istagan edi. Har qanday ishni boshlashdan avval Allohning rizoligini o'yla. Aks holda qilgan ishlaringning hammasi behuda bo'lib zoye ketadi. Hech qachon birovga o'xshashga harakat qilma. Zero oltinning qimmatligi noyobligidadir. Temirning arzonligi ko'pligidandir. Birovning uyiga kirganda ko'z va tilingga ehtiyot bo'l. Hayotda o'zing to'g'ri deb bilgan ishni qil. Odamlarning fikri har kuni o'zgaradi. Mol dunyo topaman deb o'zingni qiynoqqa solma. Foyda yu ziyoningga o'zingni urib, obro'yingni to'kma. Yaxshi insonni kut, ammo insonni yaxshi bo'lishini kutma. Har kuni tabassum qilishga odatlan. Muammolaring sen o'ylaganchalik ko'p emas. Vaqt deyarli hamma narsani davolaydi. Kimnidir muhokama qilishdan avval u bosib o'tgan yo'lni bosib o't. Insonlarni unutishni o'rgan, xuddi ular seni unutgani kabi. Qanchalik ko'p boshqalar uchun o'zingni qurbon qilsang, shunchalik keraksizga aylanib qolasan. Erkakning obro'sini 3 narsa barbod qiladi: ko'p gapirish, ko'p kulish va yolg'on gapirish. Mushlangan qo'l bilan so'rashning imkoni yo'q. Qalbi qotib qolgan odam bilan suhbatlashishning imkoni yo'q. Qulflangan aql egasi bilan tortishishning iloji yo'q. Bu imkonsiz ishlarga bosh suqib yurma. Dunyoning ishlaridan xafa bo'lma. Biz bu yerda uzoq qolmaymiz. Duo qilganda eng kattasini so'ra, chunki Alloh uchun barcha narsa osondir. Borliging qadriga yetishmasa, yo'qliging ularni jazolasin. Umringni yaxshi odamlarni izlashga emas, balki yaxshi inson bo'lishga sarfla. Shunda yaxshi odamlarning o'zlari seni topishadi. Farosat ko'rinmaydi, lekin yo'qligi bilinadi. Do'stingni o'rtacha yaxshi ko'r. Chunki bir kun kelib, u sening dushmaningga aylanib qolishi mumkin. Dushmaningni o'rtacha yomon ko'rgin. Ehtimol bir kun u do'stingga aylanib qolishi mumkin.
Ortingdan g'iybat va ig'vo tarqatayotganlarga e'tibor berma. Gul o'sishi uchun tuproqda go'ng ham bo'lishi kerak. Insonlarning sevgisini o'zingga maqsad qilma, zero ularning qalbi o'zgaruvchandir. Orzularing ortidan yugur, ayollarning ortidan emas. Puli ko'p inson bilan boy insonning o'rtasida katta farq bor. Temirni, toshni ko'tarib ko'rdim, biroq qarzdan ko'ra og'irroq narsani ko'tarmadim. Bajarilgan kichik ishlar rejalashtirilgan katta ishlardan yaxshiroq. Shunday odamlar borki, ular kitobni faqat muallifning xatolarini topish uchun o'qiydilar. Seni hurmat qilishmagan maskanda hurmat talab qilma. Shunchaki jimgina ket. Ho'kiz ustiga qo'ngan pashsha o'zini ho'kizdan balandroq deb o'ylar ekan. Senga kibr bilan so'zlagan insonga iltifot ko'rsatma. Kekkaygan odamga bosh egib, o'zingni xor qilma. Ig'vogar bilan suhbatdosh bo'lma. Pastkashdan vafo kutma. O'zingni va yaqinlaringni odamlar oldida maqtama. Mahalla boshida bekorchi va beboshlar bilan o'tirma. Baxt kelajak uchun asrab qo'yiladigan narsa emas. U bugunning o'zida erishish kerak bo'lgan mo'ljaldir. Hayotda doimo biz istaganimizdek bo'lavermaydi. O'zgartirish qo'lingdan keladigan narsalarga e'tiboringni qarat va o'zgartira olmaydigan narsalarga bosh qotirib o'tirma. Otni yomg'irda tanla, qizni bayramda tanla. Chiroyli idishdan nima foyda, agar uning ichi bo'sh bo'lsa? Tabassum har doim ham quvonch alomati emas. Ba'zida bu kuchning alomati. Yaxshi kelajak yaxshi o'tmishni talab qilmaydi. Orqaga faqatgina bir vaqtda qarash mumkin. U ham bo'lsa, qancha yo'lni bosib o'tganingni bilish uchun. Hech qachon ta'lim olishdan to'xtama. Chunki hayot ta'lim berishdan to'xtamaydi. Omad bu puxta tayyorgarlik va kerakli vaziyatning tutashishidir. O'zingga yoqadigan kasbni tanla. Shunda har tongda ishga shoshib borasan. O'zing sevgan insonni tanla. Shunda ishdan chiqib uyga shoshib borasan. Ba'zida biroz xudbin bo'lish lozim. Birinchi o'rinda o'zing haqingda g'amxo'rlik qil. .
kun kelib butun hayoting ko'z oldingdan o'tganida tomosha qilishga arzigulik manzara bo'lishiga intil. Qabrda yotayotganlarni pushaymon qilayotgan ishlar ustida tiriklar bugun bir-birlari bilan qirpichoq bo'lmoqdalar. Birodaringni kechirib qo'yaver. Alloh sen sababli uni azoblashi senga foyda keltirmaydi. G'azabing kelganda gapingni o'ylab va tanlab gapir. Nimang yo'qligini o'ylab yig'layvermay, nimang borligiga qarab xursand bo'l. Doim sadaqa qilishga odatlan. Kichik xatti-harakatlar hayotni o'zgartiradi. Agar haqni aytishga qodir bo'lmasang, hech bo'lmasa yolg'onga qarsak chalma. Birovning ayoliga va moliga ko'z olaytirma. Yomon davrada bo'lgandan ko'ra yolg'iz bo'lish yaxshiroq. Eng kuchli insonlar doim oddiydirlar. Daraxt shamolsiz mustahkam bo'lmagani kabi, inson ham sinovlarsiz komil bo'la olmaydi. Aqlli inson pulini cho'ntagida saqlaydi, qalbida emas. Bilginki, hayoting mobaynida o'zingniki bo'lgan hamma narsani yo'qotasan. Ota-onang ketishadi, yoshlik ham tashlab ketadi, sevimli lahzalar ham o'tkinchi. Kimgadir yoki nimagadir qattiq yopishib olma. Baribir kun kelib baridan judo bo'lasan. Faqatgina gunoh va savoblaring sen bilan qoladi.